Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, qadrli futbol ixlosmandlari, ishtirokchilar, jamoalar, tomoshabinlar. Bugun Poktumamizda yana bir katta ishga qo'l urildi. Ligalarimiz, chempionatlarimiz yoz bo'yi davom etdi. Mana qishki mavsumga ham yetib keldik, xudo xohlasa. Yana 20 ta jamoani o'z ichiga olgan xabaringiz bor. Top Premier Ligasi tashkil etildi. Tashkilotchilar Javohir akamiz, Hasonboy, Suhrobjon, Farhodjon akamiz, bularga rahmat. Bitta chiroyli qarshi chop qo'ysak bo'ladi. Muhimi biz yaxshi o'yinni xohlaymiz. Mana shu sog'lik uchun, o'zimizni mazza qilishimiz uchun qaysilar kimdirlar o'zimiz yigitlar hammamiz mazza qilish uchun, kimdirlar ichida kayf qilish uchun biz mana shu futbolda kayf qiladigan yigitlarimiz, to'g'rimi? Shuning uchun mana shu imkoniyatni amalga oshirgan yigitlar, shu to'rtta tashkilotchilarga rahmat va homiylarimiz bor bu yerda. Eng avvalosi Poktumam hokimligiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qarsaklar cholib qo'ysak bo'ladi. Va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Poktumam Brisson sport maktabi, O'zbekiston temir yo'llari, Pop City Mall chiroyli qarsak chop qo'ysak bo'ladi. Oxirida xudo xolisa finalda yaxshi sovg'alar bilan taqdirlashadi. Undan tashqari endi qiyin inglizcha so'zlarga xatoga yo'l qo'ysak ham bo'lmaysa, Garden Center, undan tashqari Pop Go Vision studiyasi mana tasvirlarga muhrlashyapti. Mana shu yigitlarga rahmat. Asosiy homiylarimizdan, tashkilotchilarimizdan Broven Planet o'quv markazi minnatdorchiligimizni bildiramiz va so'z Poktumam hokimligi tuman hokimi o'rinbosari Iqboljon aka Xoliqovga. Assalomu alaykum, hurmatli aziz hamyurtlar, aziz vatandoshlar. Avvalo juda ham chiroyli musobaqani tashkil qilgan umuman tashkilotchilarga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Javohir yaqinroqqa kelinglar, o'tinglar tashkilotchilar. Javohir aka kelinglar. Qaroqqa o'tinglar. Avvalo tashkilotchilarga rahmat. Juda ko'p musobaqalar bo'ladi. Qaysidir tashkilot yoki kimdir tashkil qiladi-da. Aynan yoshlarni to'plab, tuman bo'yicha mana hozir so'rasam bularda 20 ta jamoa. To'g'rimi? To'g'ri aytyapmanmi? 20 ta jamoa yig'ilibdi. Bu juda ham katta. Natijai bahorgacha hali 3 oy davom etar ekan. Bu o'sha hammani bir jamoa bo'lib shakllanishi, bitta jamoa bo'lib, bitta rahbar bo'lib shuni olib kelish bu oson ish emas. Avvalo hamma tashkilotchilarga, shu yerga jamoa qilib shakllantirib kelgan, mahalladan kelgan, umuman muassasalardan kelgan barchaga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa bugun mana birinchi startni olyapti. Davomli bo'ladi albatta, har bitta o'yinlar juda ham chiroyli o'tadi degan umiddamiz. Xudo xolasa yakunida biz tuman hokimligining ham ajoyib bir sovg'alar bo'ladi. Hamma ishtirokchilarga muvaffaqiyat, omad tilaymiz. Rahmat. Endi o'yin haqida qisqacha suhbatga Javohirga kelinglar, bir gapirib. Assalomu alaykum hamma futbol ixlosmandlari, komandalar. Hammalaringga rahmat. Xudo xolasa mana boshlab oldik. Davomli bo'lsin iloyim. Shu o'zimizning rayonda ham yaxshi dunyo taniydigan futbolchilar chiqsin. Shunga tilakdoshmiz.